بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن إله إلا هو العلي الكبير وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, biz dünyada mı, ahirette mi, baxsaratga erişimiz deydikenmiz, biz birlikке has qatish mas'uliyatimizning barligini har birsimiz tunishimiz kerak. Chunki biz birlikке has qatish bilan o'zimizning shaxsiyatini va o'zimizningki Alloh taolo oldiki har bir mas'uliyatimizni joyida ado qila olamiz. Va shundaqla shaxsiyatimizni kuchli hisoblay olamiz. Chunki biz o'zimiz qila olmaydigan ojiz ishlarni musulmonlar jamoat bilan, musulmonlar guruhi bilan, birlik bilan maydonga chiqaramiz. Birsimiz ishning bir tarafini qilsak, yana birsimiz ishning yana bir tarafini qilish orqali ishlarni bo'lib mas'uliyatni olish orqali bir necha oy, bir necha yilda qilib bo'lolmagan ishni balkim bir saat, hatta bir qitimda qilib bo'lishimiz yoki kuch chiqarib qilib bo'lgan u xalq, u ummat o'z mas'uliyatini ado qilib bo'lgan ishlarni qilayotganligimizni sezmay yurib qilishdan saqlanib qola olamiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu birlikka hasqatish Alloh subhanahu va taolo bizga qo'ygan dunyodagi har bir narsadagi xarakter. Bo'libmi bizdek Sharq Turkiston musulmonlariga o'xshash Xitoy kommunistlarining har taraflama xarakterining hammasini, barliq kuch-quvvat energiyalarining hammasini va har bir o'zida bor foydalanishga tegishlik barliq siyosiy kuchining hammasini va har bir harbiy iqtidorini birlashtirib bizga hujum qilayotgan, bizni kech-kunduz yo'qotishga urinayotgan mana shundaq payt, mana shundaq halqiliq, xapliq musibat turayotgan vaqtimizda biz üstümüzdeki mas'uliyatimizning naqadar ig'irligini his qilishimiz kerak. Şu Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Estağfirullah inna sanulqi alayka qawlan saqila. Haqiqatan biz sana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mas'uliyati ig'ir bo'lgan so'z Qur'oni Karim, ya'ni Qur'oni Karim o'shagan islom dinini biz tushirdik. Demek biz egiz taqqa chiqaman desak, onun da bir qadamdan jafolik chiqimiz. Tağdın tüpegi aslınga tushib ketaman desek, tiz tushimiz. Sunumu egiz yerga boshlayman desek, ters bo'ladi. Lekin chiqib bo'lgandan keyin keynimiz qarasak, nurg'un mas'uliyatlarni ado qilgan bo'lamiz. Nafsiy shahvatimizdan keynib kirsak, bikoy yursak, mas'uliyatimizni ado qilmasak, fitna fasod terisak, o'zaro birsimizga dushmanlik, yine adavat urug'ini chassak, og'zimizga nima kelsa o'ylanmay chiqarsak, o vaqtda bu bizga oson tuyulgani bilan bu Alloh alda bizni hisob qo'ydi. Bizni dunyodami, oxiratdami xar qildi. Xitoy kommunistlari va barliq din dushmanlarininki oldida doim mag'lub bo'lamiz. Qiyomat kunisi Allohning oldida hisobda qarab qolamiz. Chunki Alloh Qur'oni Karimda va amma man taga va athara al-hayata ad-dunya va athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima al-ma'wa. Çekidin asla Allah'ın buyruklarına boşluk olmasa, dünyanın ham yuqur bilip, şu dünyadaki menfaatini asas kılıp alsa, yedidigan joyi do'zax bo'ladi. Parvardigardan qo'rqsa, nafsidan cheklasa, yedidigan joyi jannat bo'ladi degan qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz jannatdagi o'rnimizni mishadi bektimizda olsak, o'zimizni boshqarishimiz, birlikda has qilish uchun tirishchilik qilishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astagfirullah ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Deb Allah subhanahu wa ta'ala şu Fussilat suresinin 34. ayette şunu degan. Yaxshilik, yomonlik barobar bo'lmaydi. Kishilar qilgan yomonlikni yaxshilik bilan emas, ahsan dedi. Uningga tixim yaxshilik qilishdan ish turgin. O sana açıqlıqan bolsa, hatta keçirib o'tishdan emas, güzel muomala qilishdan ish turgin.
sening bilan uning orasidagi adovat xuddi ikki kuyimjon do'stga aylanadi. Qarindoshlarimiz, biz haqni haq qilishda, zulmni yo'q qilishda ikki kuyimjon musulmonlar, musulmon qarindoshlarimiz qarta yavrakda bo'ladigan bir musulmon a'zoning ko'payishiga, ikki qarindoshimizning, ikki kuch-quvvatimizning zo'rayishiga ehtiyoji emasmi hozir? Biz bunu şu Xitoy kommunistleri bilan bo'lgan uzun muddatlik kurash yapirimizda bir odamning, bir ma'naviy kuchi va ya moddiy kuchi va musulmonning hattoki fosiq bo'lsa-mu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fojir bilan dinni tushuntirdi Alloh degan o'xshash, fojir bo'lsa-mu bizga hamkorlashadigan, yaxshilik qiladigan bir odamning bizga hamkorlashishga ehtiyojik biz. Alloh taolaning yordamiga erishimiz deydiganmiz, biz Allah bizga buyurgan birlik has qilishni tirishchanlik qilib amaliyotga oshirgan vaqtimizda ondan Allah bizga yordam berdi. Chunki Allah sizlar Allohning diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga yordam beradi degan. Hamdaqla mush oyatning oxirisida va ma yulaqqaha illa allazina sabaru va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Mana mushundaq bir-biriga sabr qilib turib, birisi-birisiga aziyat yetkizgan vaqtida onunğa söz qilsa onundan yaxshiyaqini, yamanlik qilsa onundan yaxshiroq, yaxshi so'zni, yomon so'z qilib qolsa onundan yaxshi so'zni, yaxshi muomalani qilish bilan bunda yaxshilik javob qaytaradigan, yamanlikqa yaxshilik qiladigan, yamanlikqa yamanlik emas, balki yaxshilik qiladigan mushundaq ishni, qila oladigan ishni qiladi. Kim desa, mana mushundaq yaxshi nasibiga erishadigan kishilar faqat sabr qiladigan, hem Allah subhanahu wa ta'ala tarafından dünyada mı, ahirette mi katta nasibiga erişidigan mushundaq mertebeli kişiler kılıdı. Allah'ın aldıda yüz abuyuluk kişiler kılıdı dedi Allah Teala. Demek kardeşlerimiz, biz Allah Teala'nın mertebesiga, Allah'ın yardımıga erişmekçi, Xitoy komünistlerinin üstünden galba kazanmakçı olsak, biz mush birlikka as qilishimiz uchun shahvatimizni, achchig'imizni, her türlük vücudumuz sınıp ketken yine adavet, hasadxo'rlikni tashishimiz kerak kardeşlerimiz. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hayatida bir ish yuz bergan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir odam bilan takallashib qolgan. O odam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni ihanat qilib, dashnam qilgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu boshi jim turgan. Oxirisida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o odamga javob yondirgan. Cevap yandırgan vaqtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'rin qilib bu sorundan ketgan. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sen nimishqa bu o'rindan ketsa, burun men o odamga javob qaytarmagan vaqtimda o'ltirdim. Keyin javob qaytaribding, sen o'rindan ketding degan vaqtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediki, "Fa vallahi ma kuntu la ujalisu şeytan." Allah bilan qasam, men şeytan bilan birga o'ltiradigan bo'lmadim. Sen burun odamga javob qaytarmay jim turibding, yamanlik qilmabding. Shu vaqtning o'zida şeytan kelib o odamga javob bergan. Sen yamanlikqa javob qaytaribding. U o'ringa şeytan keldi, farishta ketdi. Shuni sen bilan ashuni bilan birga o'ltirganlikim, şeytan kelgan, şeytanning keydini sen kirganlik uchun şeytan sorunda o'ltirganga o'xshash bo'lib qoldi. Shuni men bu o'rinni ketdim dedi qardoshlarimiz. Payg'ambar dedi, bu o'rinda farishta ketib, şeytan keldi. Shuning uchun men bu o'rindan ketdim deganlikning o'zi biz musulmon qardoshlarga shundaq bir yig'ilish, shundaq bir torbatlari, shundaq bir telefondagi WhatsApp toplari va shundaq har turli jamiyat sorunlarini bizi o'tidiki, ana shundaq musulmon qarta birisi-birisidan ahanat, birisi-birisiga dushmanlik, birisi-birisiga hasadxo'rlik, birisi-birisiga zo'ravonlik, birisi-birisiga yuz abro'yini to'kish maqsad qilingan shunda yamanlik ustida bo'lsa, bu o'rinda o'ltirmaslik, bundaq ishga ham qatnashmaslik, ham bundaq musulmonlarning orasiga buzg'unchilik qiladigan ishga has qatmaslikqa, mana shundaq o'rinlar shaytonning o'rni bo'lganlikqa alohida ogohlantirdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz o'zaro birisi-birimizni isloh qilish, tarbiyalash, yetaklash, bu ayrim masala. Lekin birisi-birimizga dushmanlik qilish, hasadxo'rlik qilish, bo'lash xarakterdagi har qanday bir sorunga mana shundaq
yaxshilik javob qaytarish bilan, yaxshilik qilish bilan muomala qilishga Alloh subhanahu va taolo bizni alohida buyurdi. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain.